tinglayotganinglar Muhammad alayhissalomning tarjima hali nomli asar. Hijriyaning 7-yili. 139-bob Xaybar urushi. Hijriyaning 7-yili Muharram oyida Payg'ambar alayhissalom sahobalarni Xaybar yahudilariga hujum qilishga hozirlik ko'rishga buyurdi. Xaybar yahudilari Xandak urushi vaqtida Arab qabillarini hadab Payg'ambar alayhissalomga qarshi turishga quturatgan edi. Yuqorida Ka'b ibn Ashraf voqeasida bayon qilganimizdek, ular helimo qar arablar bilan tirishib ittifoq tuzib Payg'ambar alayhissalomga qarshi turmoqda edi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom Hudaybiyada o'zi bilan birga bo'lgan Sahra arablarini safarbarlikka chaqirdi. Hudaybiya urushiga chiqmaganlar kelib, bu qatimqi jangga chiqish uchun Payg'ambar alayhissalomdan ijozat so'radi. Payg'ambar alayhissalom g'animat uchun emas, faqat urushga qiziqadiganlarla chiqinglar. G'animatdan hech narsa bermayman dedi va buni jakarchi orqali e'lon qildirdi. Undan keyin Payg'ambar alayhissalom Madinada o'z o'rniga Siba ibn Urfutani qoldirib atlandi. Bu safarga Payg'ambar alayhissalomning ayollaridan Ummu Salama birga chiqdi. Musulmonlar qo'shini Madinaning g'arbiy shimolidagi 100 mil keladigan Xaybarga yetib kelganda unlik takbir va duo o'qidi. Payg'ambar alayhissalom: "Asta to'langlar, sizlar gasqa yoki yo'q narsaga emas, balki hamisha sizlardan ayrilmaydigan so'zinglarni anglab turg'uchi Allohga duo qilyapsizlar" dedi. Xaybarning ayrim 3 qo'rg'oni bor edi. Ular Nata, Katiba, Shaq degan qo'rg'onlar bo'lib, bularning har biri yana bir necha qo'rg'onga bo'linadi. Payg'ambar alayhissalom ishni Nata qo'rg'onlaridan boshladi. Qo'shinni qo'rg'onning sharqidagi o'q yetmaydigan joyga o'rinlashtirdi. Dushmanni hayva bilan musulmon qilish uchun qo'shinni ularning xurma daraxtlarini kesib tashlashga buyurdi. Musulmonlar 400 tupcha xurma daraxtini kesib tashladi. Payg'ambar alayhissalom yahudilarning urushga bel bog'laganligini bilib, xurma daraxtlarini kesishni to'xtatdi. Ondan Naim qo'rg'oniga o'q etish bilan urushni boshladi. Musulmonlarning alimi muhojirlardan birining qo'lida edi. Bugungi urushdan hech natija chiqmadi. Muhammad ibn Maslamaning qarindoshi Mahmud ibn Maslama mushu kuni shahid bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom har kuni bir qism askarlarini ochqib, dushman bilan kichik urush qilib turadi. Har kechasi bir musulmonni qo'shinning kuzatchiligiga qo'yadi. 7-kechasi Umar ibn Xattob kuzatchilik qilgan edi. U yarim kechada sirtqa chiqqan bir yahudiyni tutib olib, uni Payg'ambar alayhissalomning huzuriga olib keldi. Yahudiy qo'rqib ketib, "Menga amonlik bersanglar, sizlarga foydali bir sirni aytib beraman" dedi. Yahudiyga amonlik berilgandan keyin u qo'rg'ondagilar zirikdi, charchadi. Bolalarini Shaq qo'rg'oniga olib qo'ydi. Ular ati chiqib sizlar bilan urushmoqchi. Ati qo'rg'onning darvozasi ochilganda sizlarga manjaniq, dabbaba, neyza va qilichlar bor uyni ko'rsatib qo'yaman. Sizlar mushu qurollarni ishlatib, boshqa qo'rg'onlarni oson ishg'ol qila olasizlar. Manjaniqni bellab qo'yib, dabbabalarning ishiga kirib olib, qo'rg'onni tashsanglar, uni shu kunila ishg'ol qilasizlar dedi. Manjaniq istehkomlarga tash atadigan qurol. Dabbaba uni bir xil urush quroli bo'lib, askarlar uni qo'rg'on tubiga opirib, ichiga kirib olib, qo'rg'onni tishidi. Payg'ambar alayhissalom Muhammad ibn Maslamaga: "Ata alamni shundoq bir odamga tutqizamanki, u Allohni va payg'ambarini yaxshi ko'radi. Allohmi va payg'ambarmi uni yaxshi ko'radi" dedi. Muhojir va ansarlarning hammasi o'zlarining shu kishi bo'lib qilishini orzu qilib etib qilishdi. Hatta Umar ibn Xattob
mansabni faqat mushu kechadala arzu qildim, dedi. Payg'ambar alayhissalom atisi Ali ibn Abi Talibni so'radi. Birisi uning ko'zi og'rib qolganligini aytganda, Payg'ambar alayhissalom Alini chaqirtib kelib, uning ko'ziga tukirib qo'yib edi, ko'zi sallamaza saqayib ketdi. Ondan Payg'ambar alayhissalom Aliga alamni tutqizib, qo'shin bilan urushga mangdi. Bu chaqda Yahudilarmi urushga rastlanib turishgan edi. Bir Yahudi yakma-yak tushishni talab qilib chiqdi. Ali uni o'ldirdi. Ondan dushmanlarning eng botir hisoblangan Marhab yakma-yak chiqishni talab qilib chiqibdi. Uni Muhammad ibn Maslama o'ldirdi. Ondan Marhabning qarindoshi Yasir chiqdi. Uni Zubayr ibn Avvam o'ldirdi. Musulmonlarning qattiq hujum qilishi natijasida Yahudilar qochdi. Musulmonlar ularni surib qo'rg'onga besib kirdi. Dushmanlar yenidagi Saib qo'rg'oniga chekindi. Musulmonlar Naim qo'rg'onidan nurg'un non va xurmo g'animat oldi. Ondan Yahudilarni qo'g'lab Saib qo'rg'oniga kirdi. Yahudilar bu yerda qattiq urushib, musulmonlarni chekindirib edi. Habab ibn Munzir va uning hamrohlari mavqasida ching turib, qattiq urushib, Yahudilarni mag'lub qilib, qo'rg'onga besib kirdi. Ular bu qo'rg'ondan nurg'un osh-ozuq g'animat oldi. Payg'ambar alayhissalom g'animatlarni g'ozalarning o'zlari yeyishga va uloqlarga berishga bo'ladiganligini, elib ketishga bo'lmaydiganligini jakarcha orqali uqtirdi. Bu qo'rg'onda mag'lub bo'lgan Yahudilar Qulla qo'rg'oniga kirib olishdi. Musulmonlar ularni surib yurib, bu yerda 3 kun muhosara qildi. Bu qo'rg'onni ishg'ol qilish qiyinga to'xtadi. 4-chi kuni asirga tushgan bir Yahudining yo'l ko'rsatishi bilan musulmonlar Yahudilar suv ichadigan bir o'staqni egallab oldi. Shuning bilan qo'rg'ondagi Yahudilar chiqib qattiq urushgan bo'lsa-mu, oxiri mag'lub bo'lib, Shab qo'rg'oniga kirib oldi. Musulmonlar ularning orqasidan surib kirib, Ubay qo'rg'onini muhosara qilishga boshladi. Yahudilar chiqib qattiq urushdi. Abu Dujana al-Ansari nihoyat qahramonlik ko'rsatib, mardonalik bilan qo'rg'onga besib kirdi. Musulmonlar bu qo'rg'onda nurg'un uy jihozlarini, qo'y va oziq-turuqlarni g'animat oldi. Mag'lub bo'lgan Yahudilar bari qo'rg'oniga qochib kirib, qattiq qarshilik ko'rsatdi. Bu yerdagi Yahudilar o'q va tosh etishga usta edi. Ular atgan o'q va toshlarning ba'zisi Rasulullohga tegdi. Musulmonlar ularga qaratib manjaniqni tiklab qo'yib edi. Buningdan Yahudilar qo'rqib ketib, qarshilik ko'rsatmayla qochib ketishdi. Bu yerda musulmonlar Yahudilarning mis va sapal qochoq qumushlarini uchratdi. Payg'ambar alayhissalom bularni yuvitib tamoq assanglar bo'ladi, dedi. Musulmonlar qolgan dushmanlarni Katiba qo'rg'oniga qo'g'lab etdi. Qamus qo'rg'onini 20 kun muhosara qildi. Ondan bu qo'rg'onni Ali ibn Abu Talib ishg'ol qildi. Bu qo'rg'onda Huyay ibn Axtabning qizi Safiya asir olindi. Ondan musulmonlar Vatih bilan Sulalim qo'rg'onlarini muhosara qilishga mangdi. Bu qo'rg'onlardagi Yahudilar bola chaqinlarini ilib, uchisidagi kiyimlari bilan Xaybardan salomat chiqib ketishga yo'l qo'yilish sharti ostida taslim bo'ladiganliklarini bildirdi. Payg'ambar alayhissalom ularning bu talabini qabul qildi. Musulmonlar bu qo'rg'ondan 100 savut, 400 qilich, 1000 nayza, 500 arab o'qiyasini g'animat oldi. Ular bu yerda Tavrat parchalarini uchratgan bo'lsa-mu, bu narsalarni talab qilg'uvchilarga beribdi. Payg'ambar alayhissalom Kanana ibn Huqayqni o'limga buyurdi. Chunki u Huyay ibn Axtabdan qolgan qimmatli zinnat buyumlarini tiqib qo'yib tangan edi. Bu zinnat buyumlarini musulmonlar tepib olgan bo'lib, bularning orasida bilazuk, poyi uzuk, sirg'a, oltin uzuk, marvoyit
ve zümrüt gözlük monçaq ve başka narsalar var idi. Xaybar urushida musulmonlardan 15 kishi shahid bo'ldi. Yahudilardan 93 kishi o'ldi. Bu urush vaqtida bir yahudiy xotin bir qo'yning sinini pishirib, zahar qo'shib payg'ambar alayhisalomga bergan edi. Payg'ambar alayhisalom bu go'shtdan bir tishlam og'ziga selibla, uningga zahar qo'shilganligini sezib tukurvatdi. Bishir ibn Bara go'shtini yeb shu zaman o'ldi. Yahudiy xotin chaqirilib, uningdan buning sababi so'ralganda, u agar Muhammad rost payg'ambar bo'lsa, uningga zahar kor qilmaydi. Rost payg'ambar bo'lmasa, zaharni yeb o'lsin. Uningdan qutulayli deb shunday qildim, dedi. Payg'ambar alayhisalom uni kechirim qildi. 140-bob Rasulullohning Safiyaga uylanishi. Xaybar urushi g'albalik oxirlashgandan keyin Payg'ambar alayhisalom Bani Nazir qabilasining boshlig'i Huyayning qizi Safiyani amriga oldi. Safiyani ozod qilish uning mahri qilib hisoblandi. Safiya islom dinini qabul qildi va mu'minlarning onasi bo'lish sharafiga erishdi. 141-bob vaqt belgilab o'ylanishning chekilinishi. Payg'ambar alayhisalom Xaybardagi chog'ida nikohi mut'ani chekladi. Nikohi mut'a degan muddat belgilab o'ylanish demakdir. Mundaq o'ylanish jahiliyat davrida va islomning dastlabki chog'larida durust deb qaraladi. Lekin bu odat mushu yili shariat tarafidan cheklandi. Shuningdek, Xaybarda eshak go'shtini yeyish harom qilindi. Xaybarda musulmonlar qozonlardagi pishqan eshak go'shtlarini yemay tugatdi. 142-bob Habasistonga hijrat qilganlarning qaytib kelishi. Musulmonlar Xaybardan qaytgandan keyin Ja'far ibn Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari va uning hamrohlari Habasistondan qaytib keldi. Bular Habasistonda 10 yilcha tinch xotirjam yashagan edi. Payg'ambar alayhisalom ularning qaytib kelishidan nihoyat xursand bo'lib, ularga Xaybarda ilingan g'animatlardan berdi. Ja'far bilan billa Abu Sufyonning qizi, mu'minlarning onasi Ummu Habiba mu birga kelgan edi. Bu chaqda Payg'ambar alayhisalomning qishig'a Davs qabilasining xalqlari keldi. Abu Hurayra mu ular bilan birga kelgan edi. Payg'ambar alayhisalom ularga mu g'animatlardan berdi. 143-bob Padakning fath qilinishi. Xaybar fath qilingandan keyin Payg'ambar alayhisalom odam avatib, Padak yahudilarining bo'ysunishi va itoat qilishini talab qildi. Yahudilar o'zlarini o'ldirmaslik, mol-mulk va zaminlarini Rasulullohga berish sharti ostida uning bilan sulh tuzdi. Padakning yerlari Rasulullohning o'ziga xos bo'lib, Rasululloh yerining kirmini o'ziga va Hoshim jamiyatining tulxotun yetim o'g'illariga sarf qiladi. 144-bob Tayma sulhisi. Tayma yahudilari musulmonlarning Xaybar yahudilari bilan qilgan ishlarini anglab, yurtlarida tinch, xotirjam yashash uchun boj, xaraj to'lash sharti ostida musulmonlar bilan sulh tuzdi. 145-bob Vodiy Qur'oning fath qilinishi. Payg'ambar alayhisalom Vodiy Qura yahudilarini taslim bo'lishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, ular rad qilib musulmonlar bilan urushdi. Yahudilardan 11 kishi o'ldi. Musulmonlar nurg'un g'animatlarga ega bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom g'animatlarni 5 ga bo'lib taqsim qildi. Husulning yarmini musulmonlarga topshirish sharti bilan yerlarini o'z egalarining qo'llarida qoldirdi. Xaybar yahudilari bilan mu shunday qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom Vodiy Qura yahudilarining mahsulotini baholashga Abdullah ibn Ravahani avatdi. Abdullah ibn Ravahaning baholashi yahudilarga ig'ir keldi. Ular Ravahaga para bermoqchi bo'lganda, Ravaha: "Ey Allohning dushmanlari, menga haromni bermoqchimisizlar?
Men özüm üçün eng suyumli kişinin qaşıdan keldim. Men sizlarni maymun ve töngüzden battar öç ko'raman. Mening sizlarga bo'lgan o'chlikim va payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbatim bilan adil bo'lmay qolmayman, dedi. Müslümanlar Medine'ye qo'shni bo'lgan barliq Yahudilarning bo'ysunishidan va o'ttirda har qanday va'da qasamlarning bo'lishidan qat'iy nazar hamon xiris qilib turgan dushmanlarning yomonligidan qutulib, Vadi Quradan g'alaba bilan qaytdi. 146 bab Xolid va uning ikki hamrohining musulmon bo'lishi. Yuqorqi g'albadan keyinla musulmonlarga qarshi urushga qo'mondonlik qilgan 3 nafar atoqli shaxs musulmon bo'ldi. Bular Xolid ibn Valid, Amr ibn As, Osman ibn Abi Talhalar edi. Payg'ambar alayhisalom bularning musulmon bo'lganligidan nihoyat xushal bo'ldi. O Xolidga: "Seni hidoyat qilgan Allohga shukr. Seni aqlli hisoblaydim. Aqlingning seni hidoyatga yetaklashini umid qilatdim", dedi. Xolid: "Ey Rasululloh, sana qarshi nurg'un janglarda bo'ldim. Duo qilsam, Alloh gunohlarimni mag'firat qilsa", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Islom dinida musulmon bo'lishdan burungi gunohlar surishtirilmaydi", dedi. 147 bab qo'shin avatish. Mushu yili Sha'ban oyida Turaba degan yerdagi Havozin arablarining musulmonlarga dushmanlik harakatlarda bo'lib o'tganligi anglandi. Payg'ambar alayhisalom Umar ibn Xattob boshchiligida ularga qarshi 30 kishilik qo'shin avatdi. Buni anglagan Havozin arablari tarqalib ketishdi. Umar ularning zaminida biror odamni uchratmaganlikdan qaytib keldi. 148 bab qo'shin avatish. Mushu yili Sha'ban oyida Payg'ambar alayhisalom Badak tarafdagi Bani Murra arablari bilan urushishga Bashir ibn Sa'ad al-Ansari boshchiligida qo'shin avatdi. Qo'shin dushman yerida hech odamni uchratmaganlikdan ularning mollarini aydab mangdi. Bani Murra arablari o'ymonliqda edi. Ular ahvolni o'qqandan keyin qo'shinni qo'g'lab ularga yetishib oldi va orada qattiq urush bo'ldi. Musulmonlarning ko'pchiligi qirilib tugadi. Qo'shin boshlig'i Bashir qattiq yaralangachqa dushmanlar uni o'ldi deb gumon qilgan edi. Dushmanlar qaytib ketgandan keyin Bashir o'rnidan turdi. Payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib ahvolni ma'lum qildi. Mushu yili Ramazon oyida Payg'ambar alayhisalom Mipa'a xalqiga G'olib ibn Ubaydulloh Laysi boshchiligida 100 kishilik qo'shin avatdi. Ular birib dushmanga hujum qilib, dushmanning ba'zisini o'ldirdi, ba'zisini asir oldi. Urush davomida Usama ibn Zayd bir mushrikning orqasidan qo'g'lab yetishib olib, uni o'ldirmoqchi bo'lganda mushrik kalima shahodat etgan bo'lsa-mu, buningga qaramay uni o'ldirdi. Usama bu mushrikni o'limdan qo'rqib shahodat etdi deb gumon qilgan edi. Musulmonlar Madinaga qaytib borgandan keyin Payg'ambar alayhisalom bu ahvolni anglab Usamaga: "La ilaha illalloh degan turusini o'ldirdingmi? La ilaha illalloh degan so'zni qanday qilmoqchisan?" dedi. Usama: "Ey Rasululloh, u o'limdan qutulish uchun iymon etdi", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Uning yuragini yerib ko'rib, so'zining rost yolg'onligini bilganmiding?" dedi. Usama: "Ey Rasululloh, men uchun mag'firat tilegin", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "U la ilaha illalloh degan tursa, uni qandoqmi o'ldirding?" degan so'zni takrorlaydi. Hatta Usama shu kunlar musulmon bo'lsam-chu deb orzu qilgan. Allah bu to'g'riliq Qur'ondagi mana oyatni nozil qildi. "Sizlarga islomiy salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini ko'zlab, sen mu'min emas demanglar. Ya'ni uni o'ldirmanglar. Allohning dargohida nurg'un g'animat bor." Sura Nisa 94-oyatning bir qismi.
Usama bir musulmonni xato o'ldirib qo'yganlikdan payg'ambar alayhissalom uni bir qul ozod qilishga buyurdi. 149 bob qo'shin avatish. Mushu yili Shavvol oyida Uyayna ibn Hisnning G'atfon qabilasidan Xaybarning yanidagi Yumni Jubar degan joylarda turadigan bir jamoani Madinaga hujum qilishga yiqqanligi payg'ambar alayhissalomga anglandi. Payg'ambar alayhissalom ularga Bashir ibn Sa'd boshchiligida 300 kishilik qo'shin avatdi. Qo'shin kechasi minib, kunduzi yushirinib, dushmanning yurtiga yetib keldi va nurg'un chorva g'animat oldi. Podsholar qochib berib, qavmiga xabar qildi. Ular qo'rqib, yurtlarining egiz joylariga chiqib oldi. Musulmonlar 2 odamni tutib oldi. Bu ikkisi keyin musulmon bo'ldi. Musulmonlar g'animatlarni olib Madinaga qaytib keldi. 150-bob Ömür hajning qazosi. Hudaybiya kelishimiga 1 yil to'shqachqa payg'ambar alayhissalom o'tgan yilgi Ömürning qazosini ado qilish uchun sahobalarini olib Makkaga otlandi. Madinada o'z o'rnida Abu Zarr al-G'afarini qoldirdi. Payg'ambar alayhissalom qurbonlik qilish uchun 60 tuga oldi va Qurayshning xiyonat qilishidan ehtiyot qilib, qurollarni olib oldi. Bashir ibn Sa'd boshchiligidagi 100 otliq askarmo payg'ambar alayhissalom bilan birga chiqdi. Ular Madina masjididan ihrom bog'lab chiqdi. Ular Zulhulayfa degan yerga yetib borganda otliqlarni oldida mangdirdi. Ba'zilar: "Ey Rasululloh, sulhida qurol olmaslik shart qilingan edi. Qurol olib mangdilu-ku", dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Haramga qurol bilan kirmaymiz. Qurollarni yaqin joyda qo'yib, Makkaliklar hujum qilib qolsa ishlatamiz", dedi. Musulmonlar Marru Zahran degan joyga yetib borganda Quraysh qabilasidan bir qancha odam ularning qurollarini ko'rib, cho'shib ketib Quraysh xalqiga berib xabar qildi. Qurayshlardan bir turkum yoshlar kelib: "Ey Muhammad, Alloh bilan qasamki, sen kichikingdilla xiyonat deganni bilmayding. Bizdan hech qanday ish sodir bo'lgani yo'q-ku", dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Biz haramga qurol bilan kirmaymiz", dedi. Payg'ambar alayhissalom Makkaga kirish oldida Makkaliklar musulmonlarning Baytullohni tavob qilishini ko'rgisi kelmay, Makkaning sirtiga chiqib turishdi. Payg'ambar alayhissalom bilan sahobalar qilishlarini osqan holda Kada to'paligidan Makkaga kirib kelishdi. Payg'ambar alayhissalomning oldida Abdulloh ibn Ravoha mundaq deb maqtadi: "Yolg'iz bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh va'dasida turib, payg'ambariga yordam qildi. Ahli islomni g'olib va ustun qildi. Mushriklarni mag'lub qildi." Payg'ambar alayhissalom tug'usi ustida turib Baytullohni tavob qildi. Qo'lidagi uchi agir tayoq orqali Hajrul Aswadni tutishni ado qildi. Mushriklarga kuchli ko'rinish uchun payg'ambar alayhissalom sahobalarini Baytullohni tezlik bilan 3 qatim tavob qilishga buyurdi. Chunki mushriklar sahobalarga qaratib, Madinaning nachar havosida ojizlashganlar bugun Ka'bani tavob qiladi deyishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Mushriklarga o'zini kuchli ko'rsatgan odamga Alloh rahmat qilsin", dedi. Payg'ambar alayhissalom mardonalik izhor qilib, to'nining o'ng yengini sapmagan edi. Musulmonlar shunday qildi. Payg'ambar alayhissalomning tushida ayon bo'lganidek, musulmonlar Baytullohni tavob qilish ishini to'liq tamomladi. 151-bob Rasulullohning Maymunaga uylanishi. Payg'ambar alayhissalom Makkada turib Haris Hilalining qizi Maymunaga uylandi. Maymuna payg'ambar alayhissalomning Uhud urushida shahid bo'lgan tog'asi Hamzaning xotini, Abdullah ibn Abbosning ammasi edi. Maymuna payg'ambar alayhissalomning eng oxirgi ayoli edi. Payg'ambar alayhissalom Makkadan chiqib, sirtda
otlarini saqlashga qolganlarni Ka'bani tavob qilib kelishga buyurdi. Ular birib Ka'bani tavob qilib chiqdi. Payg'ambar alayhisalom tushini Allohning ishga oshirganligiga xushal bo'lib Madinaga qaytib keldi. Hijriyaning 8-yili 152 bob qo'shin avatish. Bu yil safar oyida Payg'ambar alayhisalom Kudayt degan joyda turishliq Bani Mulavvi arablariga G'olib ibn Abdulloh boshchiligida bir turkum askar avatdi. Askarlar Kudayt degan yerga borganda Ibn Barsa nomi bilan mashhur bo'lgan Haris ibn Malikni uchirtib qilib, uni asir oldi. Haris musulmonlarga qattiq dushman edi. Haris, "Men musulmon bo'lish uchun kelib dedi. Musulmonlar uningga, "Musulmon bo'lmoqchi bo'lsang, biror kecha turib tursang kechikmaysan. Bo'lmasa seni inoqlaymiz", dedi. Ular Bani Mulavvi yeriga yetib berib, chorvalarni haydab mangdi. Mushriklar buni tuyib qilib, nurg'un askar bilan ularning orqasidan qo'lab keldi. Lekin Alloh musulmonlarga iltifot qilib, yomg'ir yog'dirib edi. Qattiq kelkin kelib, musulmonlar bilan mushriklarning orasini ayirib tashladi. Mushriklar chorvalarini musulmonlarning haydab ketayotganligini ko'rib tursa-mu, qaytarib olishga qodir bo'la olmadi. 153-bob qo'shin avatish. G'olib Madinaga g'alaba bilan qaytib kelgandan keyin Payg'ambar alayhisalom uni 200 kishilik qo'shin bilan Padakdagi Bani Murra arablariga avatdi. Bani Murra arablari Bashir ibn Sa'd boshchiligida avatilgan qo'shinni shahid qilgan edi. Qo'shin dushmanga yaqin borganda G'olib o'z askarlariga nutq so'zlab, hamdu sana aytgandan keyin "Men sizlarning shirki yo'q bir Allohdan qo'rqishinglarni, menga itoat qilishinglarni, buyrug'imga xiloflik qilmasliginglarni tavsiya qilaman", dedi. Boshqalar, "Sana bo'ysunmagan odamning gapi o'tmaydi", dedi. Ondan G'olib qo'shindagilarni ismini atab turib, ikkidan qilib, bir-biridan ayrilmaydigan yo'ldosh qilib bekitdi va "Sizlardan hech kim hamrohini yo'qotib, tanha qaytib kelguchi bo'lmasin. Men takbir aytsam, hammanglar qo'shilib takbir aytinglar", dedi. Shuning bilan ular dushmanni qurishib olib, birdek takbir aytib, dushmanga qilich bilan hujum qildi. Natijada bir dushmanni qochirib qo'ymay qirib tashladi. Dushmanning chorvalarini g'animat olib qaytdi. Har bir odamga 10 dan tugi tegdi. 154-bob qo'shin avatish. Mushu yil Rabiul Avval oyida Payg'ambar alayhisalom Shamdagi Zoti Atlah degan joyga Ka'b ibn Umayr boshchiligida 15 kishilik qo'shin avatdi. Ular berib bu yerdagi aholini musulmon bo'lishga da'vat qildi. Lekin bular islom dinini qabul qilishdan bosh tortib urushdi. Ular son jihatdan ko'p bo'lg'achqa musulmonlarning hammasini shahid qildi. Musulmonlarning boshlig'i Ka'b ibn Umayr qutulib, Payg'ambar alayhisalomning qishig'i berib ahvolni xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom bu voqeadan qayg'urdi. Ulardan qisos olish uchun qo'shin avatish niyatiga kelgan bo'lsa-mu, dushmanlarning ko'chib ketganligini anglab niyatidan yondi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.